Xo'p, quyida berilgan misolni ishlanish usuli qanday bo'ladi? Kasrlarni birma-bir yozaman. Masalan, birinchi kasr 1 taqsim 1 ko'paygan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4. Bu kasrni shunday bir ikkita kasrni ayirmas ko'rinishda yozayki, qiymati, ya'ni natijasi, bundan chiqadigan natija o'zgarmay qolishligi kerak. Ayirma ko'rinishda ifodalab yozaman. Ayirma ko'rinishda ifodalab yozish uchun mana e'tibor beramiz. Mana bu o'rtadagi 2 bilan 3 ko'paytma o'sha ikkita kasr, ya'ni ayirma ko'rinishda yozayotgan ikkita kasrda mahrajida qatnashishligi shart. Ya'ni qanday bo'ladi? Masalan, 1 taqsim 1 ko'paygan 2 ko'paytirilgan 3 ayrilgan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4. Mana shu ko'rinishda 1 2 3 birinchi kasrning mahraji, 2 3 4 ikkinchi kasrning mahraji. 2 bilan 3 o'rtadagi ikkita ko'paytma ikkita kasrda ham qatnashadi. O'shanda bunga umumiy mahraj beradigan bo'lsam, mana bu birinchi kasrga 4 yetishmayapti. Birinchi kasrga 4 ni ko'paytirsam, mahraji bir xil bo'ladi. 4 dan 1 ayirsam, natija 3 taqsim 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paygan 4 ko'rinishda kelib chiqadi. Demak, buning natijasi 3 taqsim 1 ko'paygan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4. Endi mana shu joyga e'tibor beramiz. Kasrni yozdim boshqacha ko'rinishda, natijasi o'zgarmasligi kerak edi. Bizda natija 1 taqsim 1 2 3 4 edi. Bu joyda 3 taqsim 1 2 3 4 chiqyapti. Demak, men bundagi 3 ni yo'qotish uchun 1 taqsim 3 ga ko'paytirib qo'yishimiz shart. O'shanda avvalgi kasrga teng kasr chiqadi. 1 taqsim 3 ga ko'paytiriladi. Ikkinchi kasrni yozaman. Ikkinchi kasr 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5. Bunda ham xuddi shu qoidani qo'llayman. O'rtadagi ikkita ko'paytuvchi, ya'ni 3 bilan 4 ikkala kasrda ham qatnashishligi shart. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 ayrilgan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5. Umumiy mahraj berib ayirsam birinchi kasrga 5 yetishmadi, ikkinchi kasrda 2 ko'paytuvchi ekan. 5 dan 2 ni ayirsam 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5 mana shu holatga keladi va bundagi 3 ni yo'qotish uchun 1 taqsim 3 ga ko'paytiraman. O'shanda 3 bilan 3 qisqarib ketib, yana avvalgi holatiga qaytadi. 3-chi kasrda ham xuddi shuni takrorlayman. 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6 ayiraman. 1 taqsim 3 ko'paygan 4 ko'paytirilgan 5 ayrilgan 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6. Umumiy mahraj beradigan bo'lsam, umumiy mahraj 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6. Birinchi kasrga 6 yetishmadi, ikkinchi kasrga 3. 6 dan 3 ni ayirsam 3. Bundagi 3 ni yo'qotish uchun ham 1 taqsim 3 ga ko'paytirib qo'yishim shart. Va hokazo shu ko'rinishda kelib borganimda eng oxirgi kasrda yozadigan bo'lsam, eng oxirgi kasrimiz 1 taqsim 97 98 99 100. Buni ham ikkita kasrni ayirmas ko'rinishda yozaman. Birinchi kasr 97 98 hamda 99 ni ko'paytmasi, ikkinchi kasr 1 taqsim 98 99 100 ni ko'paytmasi. Umumiy mahraj berib ayiradigan bo'lsam 97 98 99 va 100 ni ko'paytmasi umumiy mahraj. Bunga 100 yetishmadi, bunga 97 yetishmadi. 100 dan 97 ni ayirsam 3 va o'sha 3 ni yo'qotishim kerak. Ya'ni qisqartirib olishim kerak. Sababi 3 bilan 3 qisqarib ketsa avvalgi kasrga teng. Shu kasrning ko'rinishini mana shu ko'rinishda yozaman. Demak, nima sababdan 1 taqsim 3 ga ko'paytirganim tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi mana shu joyda har bitta kasrni endi mana shu ko'rinishda yozib chiqaman. Har bitta kasrni ayirmasini mana shu ko'rinishda alohida yozib chiqaman. Demak, birinchi kasrni yozaman. Birinchi kasrimiz 1 taqsim 1 2 3 ayrilgan 1 taqsim 2 3 4. Qo'shilgan ikkinchi kasrga o'tdim. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5. Qo'shilgan 3-chi kasrga o'tdim. 1 taqsim 3 4 5 ko'paytmasi ayrilgan 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6. Qo'shilgan va hokazo eng oxirgi kasr 1 taqsim
1 taqsim 97 ko'paytirilgan 98 ko'paytirilgan 99 ayrilgan 1 taqsim 98 97 98 99 u 100. Ana endi mana shu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, qisqaradigan holatlar. Birinchi minusligi bilan orqadagi plyusligi qisqarib ketdi. Demak, mana bu kasr qoladi. Chunki bundan oldin qisqaradigan ifoda yo'q. Qolgan o'rtadagi hammasi qisqarib ketadi mana. Birinchi minusligi kelyapti, e'tibor beramiz. Minusligi bilan plyusligi, minus bilan plyusligi, minus bilan plyusligi, mana yerda plyusligi kelyapti, bundan oldingi minusligi bilan qisqaradi. Mana bu joyda minusligi kelyapti, bundan keyin plyusligi yo'qligi uchun mana shu kasrimiz, oxirgi kasrimiz qoladi bizda. Demak, eng oxirgi kasr bilan eng boshidagi kasr qoldi. Eng boshidagi kasrni yozaman. 1 taqsim 1 2 3 ayrilgan eng oxiri 1 taqsim 98 99 hamda 100. Buni umumiy maxraj berib ayirib qo'yadigan bo'lsak, umumiy maxrajimiz 98 99 100 bo'ladi. Mana buni 98 ga keltirish uchun bitta 49 ga ko'paytiraman, bitta 33 ga ko'paytiraman hamda bitta 100 ga ko'paytiraman. Buni ayiradigan bo'lsam, ko'paytirib ayiradigan bo'lsam, natijamiz ne chiqadi? 161.699. Ana endi bu yog'i qisqaradigan bo'lsa, qisqartirib qo'yish endi o'zingizga qoldi.